Assalomu alaykum qadrdonlar. Siz STD 9311 havoli pichoqli rasposhyorkamiz. Bunda bo'ladigan asosiy muammolardan bittasi, ya'ni yechimi qilish qiyinroq bo'lgan narsaga ozgina yechim qildim. Hop, bunga nima qildik? Bunga havo sistemasi doimiy muammo bo'ladi. Buni havo sistemasi, ya'ni orqa tarafdagi klapanlarda muammo bor. Yana bir turi bor. Bularda shunaqangi kabel bilan bunaqangi klapan qo'yish kerak. Shu klapan bilan havo tortish, musorni tortish joyi ishlaydi. Hop, bu muammolarda ya'ni klapan buzilgandan keyin biz qanday to'g'rilaymiz buni? Bu klapandan o'tmagan holatda, pastdagi klapan buzilgan holatda biz uni to'g'rilash uchun oddiygina jack tikuv mashinkasini, oddiy jack K5 mashinasini bu sistemasini olib, oddiygina bu sistemani olib turib, ya'ni Kintex'ga bu sistemani qo'ydik, havo soati bilan olamiz. Bunisi bilan oldik. Oddiygina o'rnashtirdik va mexanika holatda ishlaydigan qildik. Bu juda ham effektli. Ishlatganimizda ham effektlari yaxshi ishlayapti. O'rnatdik. Kimdadir yana shunga o'xshagan yangi takliflar bo'lsa, kutib qolamiz. Hop, keyin biz yana bunga nima qildik? Ya'ni bu gofrashlangi bunaqangi holatda juda ham eskirib ketadi. Eskirib sinishni boshlaydi. Biz oddiygina shunaqangi ishlar olib, xomutlar yordamida oldiga to'g'riladik. Bu mashinkalar zapchasi ko'p bo'lmaganligi uchun hamma joydan topilmaydi bu mashinkalar zapchaslari. O'shaning uchun bu yechimlarni qilishga majburmiz. Har bitta oddiy detallari ham, bu pichoqlari, olmosi, keyin o'tkirlanadigan bu qaychi sistemasi, keyin oddiygina igna boltlari ham hech qachon topilmaydi. Juda ham qiynalamiz topishga. Keyin plata sistemasi ham juda ham murakkab, yaxshi ishlangan. Ishlashi 3-4 yildan beri ishlab turgan, juda ham a'lo sifatda ishlaydi. Tikishlari juda ham chiroyli. Yo'q sistemalari ham juda ham ko'rishlaydi. Ovozlari ham juda ham a'lo holatda. Biz shu mashinkalar zapchasi topilmaganligi uchun o'zimiz bor narsalardan foydalanib yangilik qilyapmiz bu mashinkalarga. Agar kim shu narsalarga qiziqsa, bemalol kanalimizga obuna bo'lib kuzatishlari mumkin. Bunisida keyin oddiy plata joylashgan, oddiy plata. Bunisida ham boshqa plata. Ya'ni hamma zapchaslar to'liq bir xil holatda ishlatilmagan. Bunda hamma zapchaslar bir-biriga tushadigan, ikkita bir xil mashinka bo'lsa ham bir-biriga tushadigan holatda emas.